Assalomu alaykum hammaga. Welcome back to my channel. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz qariyb 2 hafta davom etgan Erondagi ommaviy chiqishlar bo'ladi. Hozirgi aytib o'tadigan, keltiradigan ma'lumotlarim turli media outletlardan, aaa, ikki tomondan ham ikki tomondagi media outletlardan gapiraman. Bu degani nima degani? Birinchisi G'arb nashriyotlari, ya'ni bular, CNN, BBC, Fox News, New York Times, Wall Street Journal yoki unga alternativ bo'lgan, manbalar, ya'ni, o'sha ommaviy chiqishlar bo'lib o'tgan Eronning o'zini medialari va o'zlarini hukumat organlarini manbalaridan gapirib o'tamiz. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, mana shu ommaviy chiqishlar natijasida 6 mingga yaqin ishtirokchilar ommaviy chiqishlarda chiqqan ishtirokchilar, protestchilar 6 mingga yaqini o'ldirilgan degan ma'lumotlar keltirilgan. Ba'zi bir manbalarda 5 mingga yaqin, media outletlarda ko'rishimiz mumkin. O'sha Tehronni yoki boshqa Mashhad, Isfahon, Erondagi katta shaharlarda ko'chalarda, o'liklarni yoyilib yotgani va uni tozalanayotgan videolarni ko'rishimiz mumkin. Endi Eronni o'zini, hukumat bergan ma'lumotlari, mediasiga va alternativ media outletlariga qaraydigan bo'lsak, bu, videolarga mana shu, aholisini o'ldirilgan videolariga o'zlarini ma'lumotlarini keltirib o'tishgan. Unga ko'ra shunaqa deyilganki, bu oxirgi 2 hafta davom etgan protestlar bir necha kunligida, judayam tinch yo'sinda aholini ma'lum bir qatlami ichida bo'lib o'tgan. U ham bo'lgan davlatni, iqtisodiyotiga, ya'ni davlatni, pul birligi realni bo'lgan, valyuta bozoridagi narxini keskin o'lganligiga nisbatan asosan aholini savdogar qatlami, olib sotuvchi qatlami noroziliklarini bildirib chiqqan. Endi hukumatning aytishi bo'yicha mana shu realni, Eronning pul birligini, keskin darajada tushib ketgani va jahon marketida, stok marketida o'lganini ta'siri bu tashqi omillar orqali davlatning tashqarisidan, boshqa davlatlarni, g'arb davlatlarini o'ynagan o'yini oqibatida pul birligi tushib ketgan. Pul birligini tushib ketgani hisobiga mahalliy aholi namoyish qilishgan deb keltirib o'tishdi va bu namoyishlar bir necha kun davom etgandan keyin tashqaridan ma'lum bir davlatlarni, endi ma'lum bir davlatlar deb turib ular ko'plarni sanab ham o'tib ketishgan. Ya'ni bu, emm, Isroilni Mossad, organizatsiyasi, ya'ni intelligence, personals, keyin, Amerika Qo'shma Shtatlarining CIA va Buyuk Britaniyaning MI6 va boshqa, davlatlarni maxsus razvedka qismlarini, aralashuvi orqali bu protestlar, ommaviy chiqishlar bir necha kunlardan keyin yanayam katta, eee, kuch olib, eee, davlatni, hukumatni organ vakillarini o'ldirilishiga olib kelgan degan, claimlar, ya'ni ma'lumotlar berilgan Eron hukumati tomonidan. Ularning aytishi bo'yicha o'sha bir necha, kun davom etgan protestlardan keyin, tinch ommaviy chiqishlardan keyin bu o'z-o'zidan boshqa tus ola boshlagan bu ommaviy chiqishlar. Ya'ni bunda, o'sha protest ommaviy chiqishlarni, da bo'lgan odamlarning ichidan ma'lum bir guruhlar ommaviy tarzda, eee o'sha harakatlarni boshlab, IRCG, ya'ni Eronning davlat hukumat vakillarini otish boshlagan shotganlar bilan yoki pistoletlar bilan, otishga kirishgan. Ya'ni bu degani 3-chi, party, 3-chi qism aralashdi degani davlatning ichki ishlariga. Ya'ni bu yerda davlatni iqtisodi, pul birligi stokda tushib ketgan. Shunga nisbatan davlatni aholisi, oddiy aholi, ommaviy chiqish qilishgan, davlatga noroziligini bildirilgan va bu vaziyatdan foydalangan 3-chi qism, 3-chi parti, ya'ni, chet el razvedka qismlari o'zlarini odamlarini o'sha ommaviy, ommani ichiga tashab, buni violent, ya'ni keyingi darajaga olib chiqishgan.
o'sha davlat bilan xalqni urushtirib qo'yish uchun. Endi bu shpargalkani ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu birinchi marta bo'lishi emas. Eronni o'zini tarixida masalan bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas. Bu 1979-yil bo'lib o'tgan. O'sha Eron islom revolyutsiyasi amalga oshirilgan vaqtda uni faqat o'sha, Eronni, o'sha Xomeyniyni, Oyatullo Xomeyniyni tarafdorlari emas, balki chet elni razvedkalari ham ishtirok etgani ko'rsatib o'tilgan. И keyin mana bunga o'xshagan, ommaviy chiqishlar orqasida hukumat ag'darilganligi va chet el razvedkalarini unda qo'li borligini, masalan, eng yaqin voqealardan bittasi 2014-yil Ukrainada bo'lgan Maydon-ku, Yanukovich hukumatini ag'darilgandagi jarayonlarda ham ko'rib o'tsa bo'ladi. U qanaqa holatda bo'lgan? Endi jurnalistlarni yoki medialarni internetda bor resurslarga qarab tayinadigan bo'lsangiz, o'sha 2014-yil Ukraina hukumati, Yanukovich hukumati ag'darilgan vaqtda, Ukrainada ommaviy chiqishlar bo'lgan. Ommaviy chiqishlar o'sha maydonni, shaharni, Kiyevni markaziy maydoniga yig'ilgan vaqtda, Ukrainani oddiy aholisi o'sha protest qilib chiqqan, keyin norozi bo'lib chiqqan va hukumat tomonidan yuborilgan davlat idora vakillari, ya'ni milliy xavfsizlik bo'lishi mumkin, armiya bo'lishi mumkin. Shuni o'rtasida 3-chi partiya, ya'ni 3-chi tashqi kuchlar joylashtirilgan, ya'ni ma'lum bir zdaniyyalarni tepalaridan yo boshqa joylarga joylashtirilib, snayperlarda o'sha, ikki tomonni ham o'qqa tuta boshlagan. Bu ikki tomon o'qqa tutish natijasida qanaqa bir reaksiya bildiriladiki, ya'ni bitta davlat hukumat a'zosidan, bitta oddiy aholidan o'qqa tutilavergandan keyin ikki tomon bir-birini o'ylaydiki, bir-biriga hujum qilyapti deb va shunda o'sha davlat vakillari, davlat tomonidan biriktirilgan, davlatni o'sha kuchlari oddiy aholiga tajovuz qila boshlagan va oddiy aholi esa davlatni, vakillariga nisbatan o'zlarini tajovuzini boshlagan va shu bilan o'sha 2014-yil Maydon-ku yetarlicha, o'zini muvaffaqiyatli samarasini berib, o'sha g'arbparast hukumat Ukrainaga, hukumatni qo'lga olgan. Endi bu aytib o'tilayotgan ma'lumotlarni hammasi internet manbalariga, keyin frilans jurnalistlarni, ma'lumotlariga tayanilgan va alternativ media outletlariga tayanilgan ma'lumotlar. Hozir, mana shu jarayon Eronda ham kuzatilgan, oxirgi bir necha kunligida ayniqsa deb keltirib o'tilgan. Endi buni to'xtatish uchun, qanaqa omillarga tayanganki, Eron hukumati ulardan bittasi davlatni hududida internet aloqasini umuman batamom, yo'sinda uzib tashlashi. Ya'ni o'sha razvedka, chetda turgan razvedka, boshqa davlat razvedka vakillari davlatni ichidagi ommaviy, protestlarni olib borayotgan odamlarga o'sha internet orqali masalan qanaqadir buyruqlar berib turgan. Hukumat mana bu zdaniyasini olasizlar, mana bu yo'sinda mana bunaqa joyga borasizlar deb o'sha narsa birdaniga uzilgan deb ta'kidlab o'tishdi va o'sha internet uzilgandan keyin judayam keskin holda qisqa vaqt ichida o'sha ommaviy, jiddiy tus olgan ommaviy chiqishlar, susayganini keltirib o'tishgan. Endi mana hozirgi kecha bugungi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bu Eronni ichki muammosi 6 mingga yaqin odam o'lgani, bu endi kichkina sifra emas, judayam katta sifra. Keyin bularni asosiysi 5 mingga yaqini deyilgan. Eronda o'sha namoyishlarga chiqqan oddiy eronliklar. Endi bu hozir ichki muammo o'zi internaldan external, ya'ni o'zi tashqi muammoga, chiqib bo'lgan bir vaqtda turibmiz. Mana kecha bugun, AQSh prezidenti Donald Tramp ham o'zini, nutqlariga judayam qattiq gaplarni so'zladi. O'tgan haftadan beri ayniqsa o'zining kommentini berib kelayotgandi. U kommentlarga ko'ra, agar o'sha namoyishchilarni, ichida o'lim soni
ko'payadigan bo'lsa, o'sha tashqi tomondan biz yordam berishimiz mumkin yoki yordam beramiz. I'm gonna hit them hard degan o'sha, ya'ni ularni, ularga hujum qilaman, qattiq hujum qilaman, degan kommentlarimni keltirib o'tgandim. Mana kechadan beri, kommentlar har xil yo'sinda kommentlar berilyapti. Birinchi ichki ishlarga aralashmaymiz, undan keyin yana aralashamiz, degan ma'lumotlar chiqyapti Oq uydan. Keyin mana shu holatda, ko'rishimiz mumkinki, Eronni, tashqarisida turgan, kuchlar ham, ya'ni Eronni hukumatini qo'lga olmoqchi bo'lgan, kuchlar, o'shalardan biri, Shoh, Eronning oxirgi podshohi Shohni, o'g'li Rezo Pahlaviyni va uni tarafdorlarini ko'rib mumkinki, o'sha Eronni hukumatini ag'darish va Eronda yana Pahlaviylar hukmdorligini o'rnatish orzusida yurganini va prezident Tramp bilan uchrashgan, so'zlashgan, o'sha lavhalarni ko'rishimiz mumkin internetda. Endi, yana oxirgi 2 kunda bo'lib o'tgan bo'lib o'tgan voqealardan shunaqa ma'lumotlar olishimiz mumkinki, Eronda faqat Eronni hozirgi hukumatiga nisbatan, am, ommaviy namoyishlar bo'lib qolmasdan, balki Eronni mahalliy aholisiga ham, oddiy aholisi, o'sha eronliklar o'sha ommaviy chiqishlar qilayotgan aholisiga qarshi ommaviy chiqishlar qilayotganini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bir tomon, bir guruh eronliklar Eron hukumatidan, iqtisodiy holatdan norozi bo'lib chiqish qilayotgan bo'lsa, bu o'sha norozilik bildirib chiqish qilayotganlarga qarshi yana eronliklar, em, ommaviy chiqish qilayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Bular mana kechadan beri ayniqsa o'zini avjiga olgan. Bir necha yuz minglab aholi to'planilgan o'sha videolar, footage'lar уже internetda hamma yoqda, ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bular Mashhadda, Tehronda, poytaxtda va boshqa shaharlarda, eee, amalga oshirilgan. Endi, bugun Saudiya Arabistoni, shunaqa bir statement qo'ydiki, hukumat tomonidan, Saudiya hukumati tomonidan, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga hujum qiladigan bo'lsa, Saudiya, davlatini bir Saudiya davlatini airspace, ya'ni havosidan, hujum qilmaydi. Buni biza, anaqa yo'l qo'ymaymiz, cheklaymiz degan ma'lumotni berishdi. Bu degani, eee, balkim, like, there is a possibility the US might strike Iran. You know what I mean? Like, if the US strikes, that means, um, Isroil ham bu, havo hujumiga qo'shiladi degani. Isroil bilan Amerika, emm, qanchalik protsentini bilib bo'lmaydi, qanaqa holatda kechadi, aniq prognoz qilish qiyin, lekin, emm, Amerika bilan Isroilni Eron hududiga, hujumi, eee, bo'lishi mumkin. Agar bo'lmagan taqdirda ham manimcha bu imkoniyatdan ular, yetarlicha foydalanib olishga harakat qiladi va qanaqadir boshqa bir operatsiyalarni amalga oshirishga harakat qiladi, deb o'ylayman. Endi, eee, Eronni bu vaziyatdan qanaqa chiqib ketishi, balki qaysidir bir tomondan ularga urush ham kerakdir. Chunki hozir xalq bilan o'zi bilan murosaga kelisholmay turgan bir vaqtda, xalq o'zi hukumatdan norozi bo'lib turgan vaqtda, balki balki tashqi kuchlarni Eronga hujum qilishi, ya'ni Amerikani va Isroilni, balki bularga bu foydali bir, eee, holatda ham tug'ilishi mumkin. Chunki, bu bir excuse, ya'ni bir bahona bo'ladiki, ana tashqi tomondan bizga hujum kelyapti, keyin yana sizlarham, oddiy aholi ham yana bizga ommaviy chiqish qilasizlar. Ulardan kim himoya qiladi sizlarni deb turib, qanaqadir shu imkoniyatdan to'g'ri foydalanib qolishi ham mumkin hukumat. Eee, Shuning uchun, hozirgi holat judayam qaltis va aniq bir
prediction berish qiyin. Vaqt buni ko'rsatadi. Lekin ayni bir vaqtda, eee, Eronni har tomonlama qaraydigan bo'lsak, o'sha aholini noroziligi, pul birligini stok marketda, stokda judayam tushib ketgani, qadrs qadrsizlanganligi, sanksiyalarni kuchliligi, Yevropa Ittifoqi yanayam sanksiyalar qo'yayotgani, ustida ishlab chiqayotgani, iqtisodiyotni tobora yomonlashib borayotgani, mana bular, eee, davlat hukumatini, ma'lum bir qismda zaiflashayotganini yoki zaiflashib borayotganini bir omili. Endi bu vaziyatdan qanaqa qilib chiqib ketadi, buni manimcha, vaqt ko'rsatadi deb o'ylayman va, albatta qanchalik tashqi tomondan yana, Eron hukumatiga tavsiyalar beriladi yo yordam qilinadi, buniyam, ko'rib, kuzatib ko'rsak bo'ladi. Chunki manimcha, Yaqin Sharqda Eronday hamkorni yo'qotib qo'yishdan Rossiya Federatsiyasi va Xitoy cho'chishi aniq va hozirgi hukumatni saqlab qolish uchun ular ham ma'lum bir tomondan qo'lidan kelgancha yordam beradi deb o'ylayman. Chunki, eee, Eron, eee, BRIC'ni BRIC'ni BRIC tashkilotini, a'zosi hisoblanadi, eee, va o'sha BRIC tashkilotidagi bir nechta davlatlardan, bittasi hisoblanadi. Eng asosiy rol o'ynaydigan. Vaziyatlarni kuzatib boramiz, va keyingi 48 soat ichida, yetarlicha judayam, o'zgargan bir ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Tashqi davlatlar, ya'ni G'arb davlatlaridan qanaqadir hujum bo'ladimi yoki ommaviy chiqishlar yanayam, chigallashib katta tus oladimi yoki, hammasi bosti-bosti bo'lib, yana o'zining eski holatiga qaytadimi? Mana bularni keyingi 48-72 soatni ichidagi, monitor qilib borsak holatni, o'sha vaqtda bir, bayonot yoki ma'lumot bersa bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bay bay.